Anime olamida g'alaba qozonish uchun doim ham cheksiz kuch yoki ming sahifalik reja shart emas. Ba'zida bitta to'g'ri qadam, ba'zida dushmanning yurak urishi eshita olish yoki shunchaki hech qanday rejalarsiz dushmanni dovdiratib qo'yishining o'zi yetarli. Bugun biz anime olamidagi mutlaqo har xil olamlardan chiqqan, lekin o'zining noyob taktikasi va dahosi bilan ajralib turadigan eng qiziqarli 5 ta qahramonni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasa boshladik. 2-o'rin. Qora kelaver animesidan Asta, anti-magiya va temir iroda taktikasi. Ro'yxatimizda barchaga isyonchi Asta boshlab beradi. Ayollar olamida sehrsiz tug'ilgan bola qanday qilib eng kuchli dushmanlarni yengadi? Uning taktikasi juda sodda, lekin dahshatli. Raqibning eng kuchli tomonini o'ziga qarshi ishlatish. Asta oldindan murakkab rejalar tuzib o'tirmaydi. Uning asosiy quroli anti-qilich va dushmanning har qanday hujumini yorib o'ta oladigan to'xtovsiz g'ayrati. Firibgarlar uning sehrining yo'qligini ko'rib xotirjam tortishadi, lekin Asta shu sehrsiz holatdan foydalanib ularni shokka soladi. 4-o'rin Kamado Tanjiro, Demon Slayer animesidagi mikro darajadagi sezgirlik. 4-o'rin Demon Slayer olamida Kamado Tanjiro Madara yoki Lilichga o'xshab butun boshqa armiyalarni boshqarmasa-da, Tanjiro jang maydonidagi mikro taktika ustasi. Uning super kuchi hid sezish qobiliyati. Tanjiro jang paytida dushmanning nafas olishi, yurak urishi va hatto keyingi qadamini qayerga qo'yishini oldindan sezib turadi. Uning miyasi stress ostida yanada tezroq ishlaydi va o'sha mashhurroq ochiq oynani, ya'ni dushmanning zaif nuqtasini topib hal qiluvchi zarbani beradi. 3-o'rin Wang Ling, said xotirjamlik va yashirin kuch. 3-o'rinda dunyodagi eng kuchli lekin e'tiborda bo'lishini yoqtirmaydigan qahramon Wang Ling. Uning taktikasi boshqalarnikidan tubdan farq qiladi. Uning taktikasi hech qanday taktika kerak emasligi. Wang Lingning kuchi koinotda bir soniyada yo'q qilib yuborishga yetadi, lekin u bu kuchni ko'rsatishni istamaydi. Uning asosiy maqsadi oddiy maktab o'quvchisi bo'lib yashash va do'stlari bilan oddiy ovqatlanish. Lekin qachonki haqiqiy xavf tug'ilsa, uning bitta nigohi hamma narsani joyiga qo'yib qo'yadi. Minimal harakat, maksimal natija. 2-o'rin Luffy, animesidagi instinktiv jangovar daho. 2-o'rinda ko'pchilik sistemli kapitani Luffy. Luffyni o'ylab o'tirmaydigan, faqat musht ishlatadigan ahmoq deb o'ylaydi, lekin bu xato. Luffy jang paytida dahshatli impuls dahosi. U dushmanning qobiliyatini bir necha soniya ichida tushunib, unga qarshi mutlaqo telba lekin juda ish beradigan usullarni o'ylab topadi. Masalan, krokodilni qumli tanasini yengish uchun suvdan foydalangani yoki Enelning elektr hujumlarini bo'sh miya taktikasi bilan zararsizlantirgani uning aslida qanchalik zukko jangchi ekanini ko'rsatadi. O'rinda Uchiha Madara va nihoyat 1-o'rin afsonaviy Uchiha Madara. Haqiqiy strateg haqida gapiradigan bo'lsak, Madara bu ro'yxatning cho'qqisida turadi. Uning taktikasi dushmanni jismonan emas, avval ruhidan sindirish. Madara butun boshli shinobi ittifoqiga yolg'iz o'zi qarshi chiqib, ikkinchi meteor bilan nima qilasiz degan savoli bilan ularni butunlay tushkunlikka tushirgan edi. Uning har bir rejasi yillar oldindan o'ylab qo'yilgan bo'lib, dushmanlar uning o'yinidan shunchaki qo'g'irchoq bo'lib qolishadi. Mutlaq aql va dahshatli uyg'unligi. Ular anime olamidagi eng o'ziga xos 5 ta taktika egasi. Shulardan iborat. Ularning qaysi biri sizga ko'proq yoqadi? Balki Luffyning instinkti yoki Madaraning global rejalari sizni hayratga solgandir. O'z fikringizni albatta izohda yozib qoldiring. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.